Hammaga salom. Bugungi videoda biz Sanof kompaniyasiga tegishli Zigbee hubi va bir ikkita qurilmalarni shu hub yordamida ulashni o'rganamiz. Undan tashqari Alisani MIDI kolonkasida Zigbee hub bor. U orqali ham Sanof kompaniyasining qurilmasini ulab ko'rib, o'zini Sanofni Zigbee hubidan nima farq qilishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Zigbee o'zi nima degan savol tug'ilishi mumkin. Zigbee bu protokol, aqlli uyda bir nechta protokoli bor. Meter, Wi-Fi, Bluetooth. Zigbee eng keng tarqalgani bo'lib, u o'zi nima vazifani bajaradi? Aqlli qurilmalarni bir-biriga ulab, internetingizga nagruzka tushirmagan holda telefoningizga xabarni jo'natadi. Bu degani Zigbee hubimizni boshqa qurilmalarni o'ziga ulagan holda signalni jo'natadi, operatsiyani amalga oshiradi va telefoningizga javob qaytaradi yoki telefoningizdan javob olib, bularga buyruq beradi. Har xil branddagi Zigbee qurilmalari bir-biri bilan ulanishi mumkin. Bu degani, misol uchun bizda Sanof kompaniyasining Zigbee qurilmalari bor va biza Alisa yordamida, agar Alisamizda Zigbee hubi bo'lsa, ularni to'g'ridan-to'g'ri Alisaga ulashimiz mumkin. Undan tashqari Maes, Akara yoki Akarani qurilmalarini Sanof Zigbee hubi yordamida Sanof Zigbee hubiga ulab ishlatishimiz mumkin. Zigbeening qulayligi shunda. Zigbee yordamida bir nechta brendlardan aqlli uyni biz yaratishimiz mumkin bo'ladi. Zigbee bo'yicha ozgina bo'lsa ham ma'lumot berishga harakat qildim. Kelaylik endilikda Sanof kompaniyasiga to'xtalib, uni Zigbee hubini ochib, qanaqa ko'rinishda ekanligini va telefonga ulagan holda qurilmalarni ulab test qilishga o'tamiz. Hubga to'xtaladigan bo'lsak, ko'rib turishingiz mumkin. Korobkasi ham o'zi ham kichkinagina. Hozir ochib sizlarga ko'rsatib beraman. Mana shunaqa ixchamgina ko'rib turishingiz mumkin. Komplektida yana kabel chiqadi. Blok pitaniyasiz, blok pitaniya kerak bo'ladi. Buni sizlar xohlagan joylarga, ichkari qismga yoki xonadonda ko'rinmaydigan joyga o'rnatib turib ham qurilmalarni ulashingiz mumkin bo'ladi. Ko'rinishi shunaqa. Hozir buni simlarini ulab, boshqa qurilmalarni bunga ulashni ko'rsatamiz. Bo'ldi, biz hamma qurilmani tayyorlab qo'ydik. Hozir birin-ketin sizlarga ko'rsatib, ulab telefonni ekran zapisini yoqqan holda botga qo'yib beraman. Ko'rib ketishingiz mumkin bo'ladi har bitta ketma-ketligini. Video agar foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'lib, like bosinglar, tanishinglarga tashinglar. Kim aqlli uyga qiziqsa, bu hub yordamida hozir qurilmalarni ishlatishni o'rganamiz. Sanof kompaniyasi EvoLink ilovasi orqali ulanadi. Shuning uchun bizga shu ilova kerak bo'ladi. Agar sizlarda bu ilova bo'lmasa, sizlar yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Qurilmalarni xarid qilganingizdan keyin birin-ketin hozir sizlarga hammasini ko'rsatib beraman. EvoLink ilovasiga kirib olamiz. EvoLink ilovasiga kirganimizdan keyin qurilmani biz yoqishimiz kerak. Qurilmani hozir pitaniyaga ulagan holda yoqamiz va botda ko'rib turishingiz mumkin. Plus tugmasini bosib, добавить устройство qilamiz. Wi-Fi larni so'raydi. Wi-Fi larni kiritib qo'yganimizdan keyin poisk устройство ketyapti. Hozir Zigbee hubimizni qidiryapti. Ko'rib turishingiz mumkin, Zigbee hubimiz ulandi. Zigbee hubga bosganimizda добавить degan joyi bor. Bu yordamida biz qurilmalarni bu hub orqali ulashimiz mumkin. Undan tashqari botda настройка bo'limida buni versiyasini ora-chorada yangilab turishimiz kerak bo'ladi. Hozir biz mavjudlik datchigini va aqlli smart rozetkani bu hub orqali ulaymiz. Bu rozetka yordamida sizlar aqlli bo'lmagan qurilmalarni o'chirib yoqishingiz mumkin. Bu Zigbee protokolida ishlaydi. Shuning uchun bu hub talab qiladi. Hozir Sanof kompaniyasining hubi yordamida buni ulaymiz va sizlarga ishlatib ko'ramiz. Pitaniyaga ulaganimizdan keyin biz добавить tugmasini bosib turib, qurilmani qidiramiz. Hozir rozetkamiz topilishi bilan buni ulab qo'yamiz. Ko'rib turishingiz mumkin, bitta qurilma topildi deyapti. Hozir buni ulab, mana bu modeli chiqdi. Biz bunga xohlagan nomimizni berishimiz mumkin. Bizning holatda, misol uchun rozetka dedik biz. Va nastroykasida ko'rib turishingiz mumkin, bu yerda bir nechta aqlli uy ilovasiga, misol uchun Alexa, Yandex va Google Home'ga biz buni o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Biz hozir Yandexga o'tkazib ko'ramiz va Alexa yordamida o'chirib yoqamiz. Ko'rib turishingiz mumkin, qurilmamizni, rozetkamizni
o'chirib yoqib olamiz. Ishlashi juda ham tez. Zigbee protokoli Wi-Fi protokoli yoki Bluetooth protokollariga qaraganda ancha tezligi, rezkosti yaxshi. Bu degani misol uchun 1 sekundga ham bormasdan reaksiya berib, bosayotgan operatsiyani amalga oshiryapti. Hozir tezgina ikkinchi qurilmani mavjudlik datchigini ulayman va sizlarga ko'rsatib beraman. Zigbee hubga kiramiz, добавить устройствоni bosgan holda yana yangi qurilmani qidiramiz. Ko'rib turishingiz mumkin, ikkita qurilmani biz Zigbee hub yordamida ulab oldik. Hozir bularni Yandexga o'tkazib, Yandex yordamida ham boshqarib ko'ramiz. Buning uchun bizga Evolink profili Yandexga ulangan bo'lishi kerak. Добавить устройствоni bosib, Evolinkni bitta yangilab olsak, ikkita yangi qurilmani bizga chiqarib beradi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Rezetka bilan datchik deyapti. Buni ofisga, studiyaga hozir buni studiyaga men ulab qo'yaman. Пропустить tugmasini bosib, rezetkamizni mana datchik bor. Ikkita новый устройствоni mana Yandex Umni Dom ilovasi orqali bu qurilmani boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Kelinglar endi Yandex MIDI kolonkasida Zigbee hub bor. O'sha hub yordamida bu qurilmalarni zbros qilib, to'g'ridan-to'g'ri ulaymiz va farqini ko'rsatib beramiz. Yandex kolonkadan to'g'ridan-to'g'ri ulashdan oldin men sizlarga bitta narsani aytib ketmoqchiman. Evolink ilovasiga kirganimizda rezetkaga bossak, bu yerda qancha elektr energiya hozir bor, qanaqa voltda, mana 229 volt, undan tashqari qancha bu orqali iste'mol qilinganini biz ko'rib borishimiz mumkin. Yandexda bu narsa bo'lmaydi. Har bitta qurilmani, har bitta brendni iloji boricha o'zini ilovasiga ham ulaylik, chunki hozir biz Yandex orqali Zigbee qurilmani to'g'ridan-to'g'ri ulasak, ko'p funksiyalar yo'qoladi va ishlatilmaydi. Sizlarga ko'rsatilmasligi mumkin. Shuning uchun o'zini Zigbee hub orqali sizlar o'zini ilovasiga ulasanglar, ko'proq funksionalga ega bo'lasizlar. Agar sizlarda MIDI yoki Yandex Mini 3 Pro va undan yuqori bo'lgan Zigbee hubi hubli kolonkalar bo'lsa, hozir sizlarga ular yordamida boshqa brenddagi qurilmalarni bunga to'g'ridan-to'g'ri ulashni o'rgataman. Buning uchun biz Umni Dom ilovada Yandexga kiramiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Подключить умное устройство deyapti mana. Bosganingizda Zigbee yoki Matter tanlayapti. Bizda Zigbee protokolida ishlaydigan qurilma bo'lganiga Zigbeeni bosamiz va подключить новое устройствоni bosamiz. Qurilmalar qidiruvini boshlayapman. Kolonkamiz qurilmalarni qidirishni boshladi. Ozgina vaqt kutamiz va qurilmani ulaymiz. Qurilmani topdim. Ko'rib turishingiz mumkin, rozetkani bittada topdi. Biz hozir buni srazu studiyaga ulagan holda tekshirib ko'ramiz. Mana Yandex orqali ulangan qurilmamizni to'g'ridan-to'g'ri ishlatishimiz mumkin. Juda ham reaksiyasi tez bo'lyapti. 1 sekundga bormasdan javobni kolonka orqali bu rezetkani o'chirib yoqyapti. Rezetkaga bosadigan bo'lsak, yo'q bo'tdi. To'g'ridan-to'g'ri ulaganimizda ham ko'rib turishingiz mumkin, qancha elektr energiyasi, qancha iste'mol qilayotganini ko'rsatar ekan. Undan oldin biz birinchi bo'lib Evolink ilovasiga ulab Yandexga o'tkazganimizda bu narsalar chiqmagandi, lekin to'g'ridan-to'g'ri Yandexga ulaganimizda bu funksiya ishladi. Hozir endi biz kelajakda ssenariylar yordamida har xil ssenariylarni amalga oshirishimiz mumkin. Sanof kompaniyasining Zigbee hubini biz ko'rib chiqdik. Bu qurilmani yana bitta afzallik tarafi, bu qurilma yordamida biz 100 ta aqlli qurilmani bunga ulagan holda telefon orqali boshqarishimiz mumkin. Agar sizga shunaqa qurilma kerak bo'lsa, bu aqlli uyga qiziqayotgan bo'lsangiz, bizning showroomga kelinglar, tashrif buyuringlar. Chunki biz Sanof kompaniyasining Akara, Mayes brendlarini rasmiy distribyutori hisoblanamiz va har bitta qurilmani sizlarga taqdim qila olamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'linglar. Aqlli uyni yaratmoqchi bo'lgan tanishinglarga albatta tashlab qo'yinglar. Bizani qo'llab-quvvatlanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.